Ya ertaga ketgan bo'laman aka, meni vaqtim yo'q-da. Men to'g'ri aytsam borku, men sevgidan ham kelganman-da, bilasizmi? Meni dilpis taylab ketgan aka. Hozir aytolmayman, lekin dilpis taylab ketgan bitta sevgi haqida qo'shingizdan bitta aytib bering. Dilpis qaytib kelsa meni uchun aka, juda qattiq sevaman. Dilpis uchun bor budim uniki. Hamma narsadan kechib jaraman. Faqat bitta qo'shiq aytib bering. Men mana dilpis ketgani shunmi? Yo'q, hali ketmagan. Otasi ketib kelaman deyapti, endi u ketmaydi-da. Men yerga beraman. Dilpis uchun bitta qo'shiq aytib bering. Mana Dilpis Toshtemir sen uchun qo'shiq yozdirdi menga deng. Men Dilpis sen uchun mana Jir Osmonovga yangi qo'shiq yozdirganman. Ya Osmon Navro'zov. Osmon Navro'zovga ekan. Dilpis uchun deng. Dilpis uchun. Dilpis ko'rdingmi? Men sen uchun jonim fido. Aytaymi? Ayting. Ha? Bugun meni yonimda bo'l jonim. Bugun meni yonimda bo'l Dilpis. Eshitdingmi? Menikisi. Sen mendan boshqa seni ololmaydi. Endi aka bitta yordam qilishingiz kerak aka, yana ozroq qana. Nima qilish kerak? Ozroq pul berib turishingiz kerak endi. Qancha? Bir 15 millionmi aylanamanda, to'yim qilaman-da. 15 million? Aha, to'yimga yetmayapti-da ozgina. To'yingizga artist kim aytasiz? Siz borib xizmat qilib berasizmi, qilib bermaysizmi? Men ham 15 million berishim kerak, ham Odamdan yaxshilik qiladi-da, aka, odamdan yaxshilik qiladi. Men mana gurka boqyapman. Yangi yil oldi gurkalar gurka. Gurka boqyapman. Gurka tovuqning kattasi yangi yil oldi tayyor bo'ladi, sotaman, pulingizni qilib beraman. Menga sizning bir tim pulingiz kerak emas, aka. Sizga 15 million berib, ham to'yingizda qo'shiq aytishim kerak. Ham to'yimda qo'shiq aytish kerak. Aka, siz hozir terlab ketdingiz. Mana aka suv. Bu o'zim hisobimdan. Shatot suvlari. Bilasizmi aka? Bitta ichib ko'ring, bitta ichib ko'ring. Kim chiqaryapti? Tog'am chiqaryapti buni. Tog'am. Qayerda? Hamma joyda bor. Lupo joyda, dikanlarda lupo joyda. Bitta ichib ko'ring, terlab ketdingiz hozir. Bismillah. Cho'qishtirib. Tezroq uylanib keting. Dilpizga. Dilpizga. Ana endi bosildim-da, men har kuni shundan ichib jirsam, sog'lig'im yaxshi. Aka sizga yo'qda o'zi ikkitaydi. Shukr. Bitta ichib ko'ringsa, ta'min aytasiz aka. Shunga aka ozroq yordam qilib turing. Endi siz artistlarda pul ko'p bo'ladi deb eshitganman-da. Bir bunday hozir klip olib chiqdim. Hozir yo'q. Mashinaga benzin ham quyishim kerak. Yo'q bo'lsa nimaga olib o'tirsiz aka? Meni 1 soatdan beri pulingiz yo'q bo'lsa, men pulingiz bor deb 2 soatdan beri maqtab jabman. Men chaqirmadim. Hop, maqtab jabman. Shuncha maqtag'imga yarasha hech bo'lmasa 5 million bering. Ha? Shuncha maqtag'animga yarasha 5 million pul bering hech bo'lmasa. To'yingizda borib qo'shiq aytaman bo'ladi. Aka, o'zi borku boshda bildim, sizni qo'shiqlaringiz menga opshim yoqmaydi. To'g'risi yoqmaydi. Kim kelishimda yoqmasa. Pul berasiz deb ko'rdim-da, o'zi qo'shiqlaringizni eshitishim kelmaganman bu yerga. Pul berasiz deb Qayerda ko'rdim. turasiz? Nima farqi bor aka? Pul bermayapsiz-ku baribir. Pulingizni beraman. Yo'l pulingizni. 2 ming so'm berasizmi? Aka, lekin men ijodingizni juda qattiq hurmat qilaman. Hamma qo'shiqlaringizni eshitganman. 1 million beraman. Sog'indim bolalikni. Bolalik. Aka, qo'shiqlaringiz uchun jonim fida. Har kuni eshitaman. Uxlayotganda ham eshitaman, chiqib ketganda ham eshitaman. Hozir 5 millionga borimcha aytishim kerak. 5 million berasizmi? 5 million bersam nima qilasiz hozir? Siz mening akamsiz. Men siz akangizman, aka. Men siz uchun qancha joyda ham Ko'rishamiz. bermaysizmi pul? Yo'qda, hozir klip oldim. Nima qilay? Qayerdan olib kelay? Mana. Ya shuni Mana benzinga qo'ygan. 300 mingmi? Rozimisiz? Bitta duo qilib qo'ying aka. Ha? Bitta duo qilib qo'yaman-da endi. Nechinchisiz? Men har xil jillarman jirganman. Yoshligimda kichkina bo'lganman-da, chipron to'yimdan keyin oshnalarni qo'shmay ketdim. Yoshligingizda kichkina bo'lgansiz, ha? Aha. Jir Navro'zov aka, Osmon Navro'zov akam 300 ming berdi, puli bundan ham ko'p bo'lsin. Har kuni kunga nechta to'yingiz bor? 10 ta to'yi chiqsin, to'yga ulashib ketaversin, bergani ko'payib ketaversin. Har doim aka qo'lingiz ochiq bo'lsin, ko'nglingiz juda ham saxiy odam ekansiz. Men ko'zingizga qarab bildim, juda yaxshi odam ekansiz. Sizda odamlar ko'paysin, vatanimiz tinch musaffo bo'lsin, osmonimiz. Amin Alloh. Aka, rozimisiz? Xafa emasmisiz? Aka, bu rankada anarda kamera bor. Shuna. Qo'lingiz ko'tarib. Xafa emasman. Undanmi? Ya, mana kameraga.